Hozirgi ko'rsatadigan indikatorim butun umr sizlarni trading karyeralaringga foyda beradi. Bu nima? Trading sessiyasida ko'pchilik trading sessiyasini shunchaki ko'radi. Sessiya, Aziya sessiya, London sessiya, New York sessiya. Bundagi kuchli narxlarni qanday qilib aniqlaydi? Savol. Bitta kuchli narxlar bor. Misol uchun deb olamiz. Kechagi o'sha kechagi mana shu narx, to'g'rimi? Aytdagi narx. O'rta narxi 4010, to'g'rimi? 4010 da o'rta narx ko'rsatyapti bizda. 4010. Bu degani juda ham kuchli degani. Aziya sessiyani o'rtacha narxi 4010. Xo'p. Mana bu sariq London. London sessiyani o'rtacha narxi 4039, ya'ni uslunan 4040, ya'ni bu narx. Amerikaniki 4046. 4046, ya'ni bu joyda joylashgan. Endi bu nima? Bu nima vazifani bajaradi? Qaranglar. Narxi o'tib ketgandan keyingi narxlar test qilish e'tibor beringlar. Ko'ringlar. Mana bu joyda ishlayotgan variantini. Undan oldingi kechagi narx, kuchli narxdan reaksiya olyapti. Qaranglar, 4039 deyilgan. Narx 4039 dan reaksiya olyapti. Bu paytda o'sha Aziyadagi 4010 narxdan battan reaksiya olyapti. Bugungi kunda kuchli narxi nima bo'lyapti? Bugundagi 4027. Ya'ni bugun 4027 bo'ladigan bo'lsa, ertaga bu 4027 juda ham kuchli narxi vazifasini o'taydi. Shunday qilib narxi aniqlab olsalaring bo'ladi.